Assalamu aleyküm bütün dünya qarindoshlar. Bugun sizlarga Turkiyaninki Manisa shahrida buningdan keyin ichilmoqchi bo'lgan Xitoy mahallasi to'g'risida va uningdan boshqa muhim ishlar to'g'risida so'z qilmoqchiman. Suyumli qarindoshlar, sizlar bilganga o'xshash Turkiyada tunji bo'lib Uyg'ur mahallasi quramiz deb 2017 yildan beri biz ko'p kuch chiqardik. Ama komünist tecavüzcü Xitayning Ankara'daki büyük elçisi bizning şu Uyg'ur mahallasi quramiz degan shaharga o'zi va Xitoyning boylarini olib kirib 3 milliard dollarni yatırım qilamiz, ya'ni desmi solamiz deyish orqali shahar boshlig'ini setib olib, bizning Uyg'ur mahallasi uchun tayyor qilgan 400 dönam, 400 mo yerimizni to'xtatib qo'ygan qarindoshlar. Yani 7 yılının yağı biz bir Uyghur mahallesi kuramadık. Komünist Xitayning buzg'unchiligi hem aramızdaki münafıklarning buzg'unchiligi bilan. Ama komünist Xitay bugün Türkiye'nin Manisa shahrida Xitay mahallesi kuramiz deb o'tirg'i chiqibdi. Yani kelib Manisa'ning shahar boshlig'i buning uchun qattiq kuch chiqaryapti. Ama buningga Türkiye'deki ve dünyadagi Uyg'urlar uchun yeterli qarshilik ko'rsatilmayapmiz. Ama men bütün dünyadaki Uyg'urlarga vakolatan hem bütün qarindoshlarni chaqiriq qilib, buningga qarshilik ko'rsatishga chaqiriq qilaman, hem avval tunji bo'lib o'zim buning qarshi so'z qilmoqchiman. İnşallah birdamdan keyin turk so'z qilib bütün dunyoga taqdiman. Suyumli qarindoshlar, Turkiyada ya'ni Manisa shahrida Xitoy mahallasi qurildi degan gap. Bundan keyin Turkiyaning Manisa yo'llaridami Xitoy buraydi degan gap qarindoshlar. Xitoyning cho'chqanlari, ish bozori, mushuk bozori, ham shunga o'xshash meyli yarasa olsun, Xitoy yeydigan bütün go'shtlarniki, bütün yeydigan nimetlariniki, bütün oshxonalarni tatib ichiladi degan gap qarindoshlar. Xitoyning aroqxonasi, Xitoyning ammoxonasi, ya'ni qiz jalobxonasini tatib ichiladi degan gap qarindoshlar. Ya'ni bizning vatanimizni 75 yılınızı meynat qilgan, bulg'agan komünist Xitoy Türkiye'ni bulg'ashga kelib degan gap qarindoshlar. Ammo shuni bilish kerakki, bu yerga kelgan Xitoylar faqat normal Xitoylarmi yo'q. Xuddi bizning vatanimizga tunji qitim kelganda Xitoyning askarlari ham Xitoyning jas munofiqlari kelgandek, shu Turkiya Manisaga eng avval 2000 dan ko'p Xitoy kelmoqchi. Bunun banası nima? Manisa'da yani maşina şirketi, maşina zavod quramiz degan bana bilan kelmoqchi. Buni qat'iy qarashtirishimiz kerak. Nima uchun? Bu Turkiyadagi hem Türk xalqining manfaati uchun, hem Turkiyada yashayotgan Uyg'urlarning manfaati uchun. Chunki 2000 dan Xitoy Turkiyaga keldi degan gap, bugungi Turkiyada bilsalar mush yillam tutilgan Xitoy jasurlarining soni 10 dan oshadi. O çağda Türkiye qaysi bir jasni tutishga ulgurdi. 2000 odamning hammani aniqlab tutqanchilik vaqt ketdi. Shuning uchun biri Turkiyani komünist Xitoyning o'yinidan qutqizish, ham Turkiyalik Uyg'ur xalqini Xitoyning jasuridan Xitoyning o'yinidan qutqizish uchun bütün dunyodagi Uyg'ur xalqini mana mushuning uchun chaqiriq qilaman qarindoshlar. İnşallah Xitoy bu murodiga, bu maqsadga yetamiz. Şu Xitoy belki müşahede kurgan şu maşina şirket zavodningmi, belki vatandagi şu Xitoyning zavodida bizning vatanda turmida lagerda yotgan bichora qarindoshlar ishlashi mumkin. Komünist Xitoylar mana müşahede bu şirketini kurdi degan gap, mana mushuning bilan Xitoyning Turkiyada texidimmi kengayishiga, texidimmi ko'p besmishalishiga, ham Turkiyaga ichkirilib kirishiga, iqtisodiy munosabatlar yaxshi bo'ldi degan bana bilan Uyg'urlarga dushmanlik qilishiga texidimmi cho'ng ish echiradi degan gap qarindoshlar. Belki sizlar bilmasligingiz mumkin. Turkiyaning Mersin shahrida bir liman, ya'ni paraxut yuk to'shiydigan shirkatmi Xitoyning qo'lida. Turkiyada ba'zi ma'lum bir qism suv elektrik stansiya, ya'ni kun nuridan chiqaradigan energiya stansiyasi Xitoyning qo'lida. Hatta anglashimcha tümüningmi, misol Turkiyadan batta ba'zi boshqa davlatlardan qanchalik tümü chiqsa, avval Xitoyning oldiganligi, Xitoydan boshqalarning oldiganligini amalda qarindoshlar. Hammanglar bilgandek, O'rta Osiyodami kommunist Xitoylar
Tacikistan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan mı asta ticari bana bilen güçlendi karındaşlar. Keyinçe O'rta Asya'da kök bayrak götürüp meniş. Vatanımızdan davasını kılış, Uygur için güvalik berişme bulmaydigan bir halık etti. O'rta Asya'da şundak vatanperver, milletperver, din suyar karındaşlarımı Komünist Xitayga karşı hareket kılanması olup kaldı. Ama Türkiye'de Xitay güçlenişçe asta şunda buldu karındaşlar. Hatta bula oturdu. Qani iki yılının aldıda mыңlagan adamlar İstanbul'da, deniz boylarında, Xitay konsulluğunun aldıda kündü namaş kılavatdı. Mana muşunda kışta kayağlı demeyi namaş kılavatdı. Qani bu anam nerede, dadam nerede guvalık birevatkan insanlar. Qani bu kündü buluduğun namaşla. Hatta biz 10 ming, 100 minglagan adamlarning aldıda söz kılıp bütün Türkiye halkını kozgavatıdık. Nima üçün bugün bunu kılanmayız? Demek Xitayning ta'siri mana mush adamı kişini ota karındaşlar. Şunun için biz birinciden Türkiye devletimizni hem vatanımızı kutkuzuş için güç çıkarışımız Xitayning bu yerde güçlenip ketişe qattiq qarshi turishimiz gerek. Çünkü bu biz üçün emas Türkiye üçümüz yaldık. Türkiye'ni qo'g'dab qilish, xuddi vatanimizni qo'g'dab qilish muhim bo'lgandek muhim qarindoshlar. Nima uchun ba'zi gaplarni mana bu shundoq deyman? Chunki mening har bir so'zimni Xitoy kommunistlarining munofiqlariniki, hatto Turkiya ichiga jas munofiqlarning tarjima qilib olib borganligini bilaman. Shunga ba'zi gap so'zlarga diqqat qilmasa bo'lmaydi. Buni butun dunyolik Uyg'urimninki to'g'ri tushunishini tavsiya qilaman. Butun dunyolik Uyg'urimning qo'rqmanglar. Qo'rqanchiqlik bilan ömrimiz uzrab qolmaydi. Yurakli kulash bilan ömrimiz qisqarib qolmaydi. Allohning oyati bu qarindoshlar. Hem Uygurlarda bir güzel söz ne çıkarttım dedik. Yolu vas tek, bir gün yaşa toşkandik ming yıl.